Assalomu alaykum hammaga, akalar. Haval, MG, Xitoy mashinalarini xullas so'yadigan qo'rxonasiga kelganmiz, o'zbekcha qilib aytganda. Sizlarga ham ko'rsatmoqchiman. Qaranglar akalar, changallar M4 Jack ekan. Refine degan ekan. Shunday mashinani qo'yib qo'yibdi. Kerakli joyini shunday kesib bera oladi. Eshigini, motorini, korobkani, krilosini. Changan turibdi mana, Haval turibdi. Bu ham Jack ekan. Mana bu. Qaranglar aka. Akalar, tog' bo'lib yotibdi, tog'. Bu MG ekan. Buni qaranglar, bu Haval bo'lsa kerak. Rangi ham ajoyib ekan. Jack mana. Mana endi changan. Juda har xil ko'p modellari bor ekan. Shunaqa zapchastlar kerak bo'lib qolsa, Xitoylar zapchasi endi o'zimizda qiyinroq kelishi Xitoydan. Dubaydan 5 kun yetib boradi samolyotda. Kimga shunaqa zapchastlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Hammanglarga rahmat.